Assalomu alaykum hurmatli obunachilar. Bugun men sizlarga Uzlet kompaniyasining showroomidagi LED ekran turlari va LED ekranlarimiz bilan tanishtirib o'tib ketaman. Xo'p, birinchi bo'lib LED ekranimiz o'zi ikki turga bo'linadi. Indoor va outdoor, ya'ni ichkariga va tashqariga. Xo'p, birinchi bo'lib sizlarga indoor modulini tanishtirib o'taman. Bu indoor modulimiz asosan to'yxona va restoranlar uchun, konferensiya zallariga, kinoteatrlarga, studiyalar uchun taklif qilamiz. Bu indoor modullarimiz qorga, yomg'irga chidamli emas. Shu sababdan ichkariga qo'yishni maslahat qilib beraman. Bu outdoor modullarimiz, ya'ni tashqari uchun LED ekranlarimizni xohlagan joylarga o'rnatsanglar bo'ladi. Tashqariga, qorga, yomg'irga chidamli. Bemalol tashqari uchun o'rnatsanglar bo'ladi. Aytgancha, showroomimizda yana indoordan 1.92 ga 64 ko'rinishda mana shunaqa o'zini oyoqlari bor. Magazinlar uchun olib yurishga, reklamalarga juda udobni LED ekranlarimiz ham bor. Showroomimizda yo'q LED ekranning o'zi yo'q. Xohlasanglar kelib, ko'rib, xarid qilishingiz mumkin. Bu videoni shunaqa turdagi LED ekran izlab yurgan tanishlarga jo'natib qo'yasiz.